Bugungi videoda bizni odatiy o'yin emas, balki haqiqiy epik sarguzasht kutmoqda. Men muzlagan ulkan sirli qal'alardan tortib, osmonlarda suzib yuruvchi afsonaviy shaharlargacha sayohat qilmoqchiman. Ularga qo'shib bu hammasi emas. Men yo'limda albatta har xil noodatiy va berkitilgan qadimiy arenalar va u yerda bizni kutib turgan eng dahshatli bosslar bor. Ularning hammasini o'zining noodatiy ko'rinishi, kuchi va arenalari bor. Va hamma bosslar bu yerda bir xil emas. Har bitta bosslarning o'zining qiyinchilik darajasi bor. Bir xillari oson bo'lsa, bir xillari o'rtacha va qiyin. U hammasi kataklizm modida. Orada bo'ladigan vanilya Minecraftning выживанияsi ikkinchi darajada, chunki bizning asosiy maqsadimiz hamma bosslarni mag'lub etish. Hamma tayyorgarlikni tugatgan bo'lsak, va men boshlayman. Olamimizga tushganimdan so'ng daraxtlarni birinchi o'rinda yig'ishni boshladim va ulardan so'ng kerak bo'ladigan birinchi kartlarni ham qilishni boshladim. Ularning orasida albatta birinchi o'rinda daraxtli bolta bo'ladi, chunki menda ovqat yo'q va nimadir qilib ovqatni topishim kerak bo'ladi. Va hech qancha yurmaganimdan keyin qishloqni o'zini ham topib oldim va hech qancha kutib o'tirmasdan hamma bug'doy bloklarini o'g'irlashni boshladim. Ammo ovqatni terib olganimdan so'ng qishloqimiz orqasida juda ham katta va bahaybat shaxtani topib oldim. Endi esa butun kunni o'sha yerda ketkizsam ham bo'ladi. Hozir esa do'stlar, aytganimdek bor bu kunimni mana bu katta topib olgan g'orimizda ishlatsam kerak. Ko'rishingiz mumkin, juda ham bahaybat va bu yerda hozir butun kunimni ishlatib qanaqadir oddiyroq bo'lsa ham bilmadim. Железный set full qolganimcha yoki qo'shimchasiga qanaqadir железный qilich, bolta va kirka qolmaganimcha bu yerdan ketmayman do'stlar. Mana birinchi железani ham topib oldim. Xo'sh do'stlar, hozir hamma narsalarni yig'ib olman va hamma narsani craftgan qilib bo'ldim. Endi bosslarning oldiga chiqib ketsak ham bo'ladi. Tepaga chiqqanimdan so'ng birinchi o'rinda yotoqni uxlatib ketdim qishloqdan va sigirlarni qidirishni boshladim. Chunki menga birinchi o'rinda juda ham ryukzak kerak edi. Va ryukzakni craft uchun menga faqatgina ularni teri yetishmayotdi va ularni tez topib, o'ldirib yuvoldim. Buzilgan portal. Hozir tekshirib ko'ramiz, ichida nima bor ekan. To'g'risini aytsam, mana bu nagrudkning tashqari hech narsa kerak emas. Qanaqadir oltin sabzada bo'lsa ham mayli-da. Qumli biom ham topildi. Bu juda yaxshi degani do'stlar, chunki bu biomda bitta eng zo'r berkitilgan arenalardan bittasi joylashgan. To'g'risini aytsam, menga u juda yoqadi va menimcha top 3 ta eng zo'r arenalarga uni solib qo'ysam kerak. Qumli biomda ham mana bu bug'doy bloklar bor ekan. Ajoyib, olib ketaman. Kechiringlar buni. Yana bitta narsani unutish kerak emas. Mana bu trastliklarni to'g'risini aytsam, olib ketishim kerak hammasini. To'g'risini, chunki keyinchalik menga elitra qilishimda bilasizlar, qog'oz kerak bo'ladi. Qanaqadir to'xtab ferma qilib o'tirgan umuman kelmayapti. O'shaning uchun tinchgina yo'limda ham shu ko'rgan trastliklarimni yig'sam, oxirida yaxshigina qoplam chiqib keladi o'zi. Ana bu degani biza ana shu bosslarni bittasini arenasiga yaqinlashib qoldik degani. Mana bu arenaga tegishli bo'lgan yana bitta struktura va ko'rishingiz mumkin, bitta bunaqa skeletga o'xshaydigan bilmadim. Kuchukchalarimi, 4 oyoqda emas, 2 oyoqda maxluqchalar. Ularni bitta urib olishimiz kerak, o'ldirib olishimiz kerak, chunki ko'pchilikda ular adashmasam juda ham xavfli. Agar bitta bo'lganda ham unaqa kuchli bo'lishmasa ham. To'g'rimi? Kelinglar, bitta urib ko'raman. Ular 3 ta bo'lib ketishdi hozir. Bo'ldi. Hozir eng muhimi bir amallab bitta urib, bitta qochib, bitta urib, bitta qochib urib tashlashim kerak. Qilichimni ham olib qo'yishdi, lekin bir amallab yana qaytarib olishga urindim. Xo'sh, aytganimdek ular bitta o'zi bo'lganda unaqa kuchli emas va tezgina bilan yutib tashlasa bo'ladi, lekin ular ko'p bo'lsa juda ham xavfli, bitta massaga aylanib ketishadi. Hozirgidek zo'rg'a o'ldirib oldim, lekin agar to'g'risini aytaman, agar shunaqa cheat kodimiz bo'lmaganda uzoqqa bormagan bo'lardim. Buni 100% bilaman. Va buni o'zidan esa qanaqadir bronya qilsa bo'lar ekan. Ajoyib. Shu bronyani qilishga harakat qilishimiz kerak. Ko'rinishidan zo'r bronyaga o'xshaydi. Bu vaqtgacha men bor qolgan mana shu moblarni o'ldirib, qanaqadir bo'lsa ham lootlarni olib turganimda bilmasdan bitta narsani ko'rib qoldim. Hoppa.
bu strukturadan keyin qatga borishni ham bilib oldik. Aniq yo'lini ham bilib oldik, qatga borish ham do'stlar. Ajoyib. Mana bu yerda bepul nakovalna bilan kuznetsi stolchasi ham bor ekan. Albatta buni ham olamiz. Keyinchalik craft qilib o'tirmayman. Ajoyib. Xo'sh do'stlar, vaqt esa mana bu turgan bilmadim. Mini boskami, bilmadim. Umuman urib o'tdi. Lekin uni uruvni o'tdi, lekin mana ham hozirgina o'tdi. Xo'sh, ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham ko'p uron yeyapti hozir, lekin uradigan uronini uzoqligi ham juda ham katta ekan. To'xtanglar, sizlar qayerdan chiqdinglar? Sizlarni hamma yon tozalab chiquvdim, adashmasam hamma uyga kirib yo'q joydan chiqib qolishadi. Mayli, bitta kallamizni ishlatib, biramadlab o'ldirib olaman sizlarni. Xo'sh, bu esa hali ham turibdi, o'tiribdi, bilmadim, menimcha turgan bo'lsa kerak. Oyog'ini formasidan aytibman. To'g'risini aytsam, juda ham yoqimsiz bo'lsa ekan. Chunki oldiga borib qochib ololmayman. Umuman bunaqasiga kelib, meni qochish kerak, sekin ehtiyot bo'lib urishgan yaxshi menimcha. Chunki birinchi o'limimni qanaqadir mini bossdan xavfli bo'lsa ham, albatta kuchli bo'lsa ham, lekin qanaqadir mini bossdan olgim kelmayapti. Men o'zi bu modda umuman o'lgim kelmayapti. Bu monster o'zi o'lgisi kelyaptimi yo'qmi? Albatta o'ldiramiz hozir. Lekin to'g'risi aytaman, rostdan ham umuman yoqimsiz va neudobniy monster ekan. Har xil tarafdan har xilchasiga urishyapman. Qo'sqatdan bildi, meni mamtdan kelayotganimni. Bilmadim, qanaqadir GPS bormi menda, bilmadim. Mayli. Xo'sh, qani tresnik. Xo'sh, qani kela qol. Adashmasam, bunaqa ko'p joni qolmadi. 30 tadan kam qolgan bo'lish kerak va o'ldirish kerak. Bechora anta mu bilan ham bu jritlarni ham o'ldirib tashyapti va o'ldirdim. Bu mini boschani ham qorong'icha urishdi o'zi ham. Arziydigan narsa ichidan tushadigan umiddaman. Mini bossdan tushgan lootga hammasiga оружие yasab oldim va uni tezgina tekshirib ko'rishga bordim va to'g'risini aytaman, umuman yomon оружие emas ekan. Juda ham yaxshi. Va vaqt qumli bossni arenasini ko'rishga keldi. Xo'sh do'stlar, mana to'g'rimda turibdi mana shu juda ham bahaybat piramida, bilmadim qanaqa qilib chaqirsam bo'ladi. Rostdan ham ko'rishim mumkin. Tepada oltinmikin? Menimcha yo'q. Oltinga uncha o'xshamadi, lekin rostdan ham bu juda ham katta piramida. Boshqacha buni atolmayman ham va ko'rishim mumkin va yana bitta narsani ko'rishim mumkin. Wow. Qanaqadir shamoldan chiqara olar ekan. Xuddana bu bilmadim, o'tirgan yoki turgan ilonga o'xshagan. Tushunarli. Achievkani ham qo'lga kiritdik. Xo'sh, kirishni tezgina topib oldik va mana bunaqa ismlari ham yozilgan ekan. Tepada ko'rmay qolman. Cobalt deb aytilgan ekan. Qiziq. Ism. Nodir eslatib yuboryapti. Mayli. Oxirgisini ham o'ldirib oldik. Yaxshi. Sekingina kirsak ham bo'ladi bu yerga. Xo'sh. Nimalar bor ekan bu yerda? Kelinglar, sekingina ko'rib chiqamiz. Yerdan chiqadigan qopqonlar ham bor ekan bu yerda. Mayli, tezgina har ehtimolga qarshi bloklarni tayyorlab qo'ydim. Kerak bo'lib qolar, bunga ishonchim komil. Xo'sh, sen kimsan? Tamos aralashma. Yaxshisi bor o'sha olovda tushib, yo'q bo'lib ket. Kuyib ket deyolmayman, chunki u shuni ham skeletsan nimaga qo'yadi? Mayli. Xo'sh, mana bu yerda yana qanaqadir kitoblar bor ekan. Ko'p oddiy kitoblar va qanaqadir noodatiy kitob, lekin bu unaqa yaxshi kitob emas. Shunaqa narsalarimga ham shatolmayman. Mayli, olib ko'raman, balkim keyin kerak bo'lib qolar. Xalaqit bermaydim. Bu katta gigant kim bu hali? Qatdan chiqib qoldi bu. Qochish kerak. O'ldirib qo'ysa juda ham yomon bo'ladi hozir meni. Yo'q, qo'ymayman buni. Xo'sh, qani katta amakidan bir amallab qochib ketdim degan bittaman. Hozir esa mana bu kichkintoylarni tezgina urib olishim kerak. Hozir meni esimga tushib qoldi bitta narsa. Slitiklar yetishmayotdi. Boya mana bunaqa nagrudnik bronya qilish uchun. Hozir esa yetyapti va wow do'stlar. Bronya va zashitasini ko'rishingiz mumkin. O'zimda ham ko'rinishi ajoyib. Xo'sh, vaqt esa ana bu katta gigant amakiga keldi degan o'ylayman. Oz tezgina urib olishimiz kerak, kuchimiz borligicha. To'g'risini aytsam, mana bu yangi nagrudnik qo'yganimizdan keyin ancha kuchimiz ko'paydi. Yaxshi. Yo'q, rostini aytsa, rostdan ham nagrudnik zo'r, zashitasi zo'r. Anchaga chidab berdi va
juda ham tez yutib oldim. Juda ham oson. O, va ham. Ana u katta gigantni boshidan mamnaqa shlem yasavasa bo'lardi. Yaxshi ham esimda turgan ekan. Do'stlar, menimcha tepa qismim, shlemim va nagrudnikim umuman almazniy setkidan ham yaxshiroq bo'lib ketdi. Mana yig'ib olishgandan qaranglar, tezgina o'ldirib olamiz, yig'ib olamiz. Adashmasam bu yerda menga kerak bo'ladigan qum bor. Adashmasam mana bu kisichka orqali mana bu qumni olib tashlasa va qumdan mamnaqa taqimchoq chiqadi va bu taqimchoqni keyinroq ishlatishimiz shart. Bo'z uchun bu eng kerakli narsalardan. Kisichkani esa tashlab yuborsa ham bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana bu tepalikka ham chiqdik va adashmasam bo'z pastda joylashgan. Xo'sh, mana bu sekin to'g'rilab olamiz va adashmasam to'g'ri tushishim kerak. To'g'ri tushdim, ajoyib. Va tushim bilan mana ko'rishingiz mumkin. Yana mana bu ikki oyoqli kuchukchalar meni kutyapti. Skeletli. Tezgina ular bilan quturib olish kerak. Xo'sh, mana bu yerda ana shu bo'z qilayotibdi menimcha. Kattagina dinozavr va afsus. Ana u ilonga o'xshaydigan mini boss ham shu yerda ekan. Mana bu bossni yutishni qiyin emas. Bu sekin qimalaganicha tezgina qochib, qimalab yursa bo'ladi. Narsalar ham chaqirmaydi. Mana bu esa mini bosscha esa rostdan aytsam, umuman menga yoqmadi. Xo'sh, yana buqaga o'xshab bizga taranlik qilyapti. Mayli, biz sekin qochamiz. Juda ham qochish osongina. Counter hujum qilamiz do'stlar. Qani ketdik. Endi meni galim. Xo'sh do'stlar. Mana endi esa vaqt mana shu skeletimizning bossimizning etganda, lekin baribir skeletdan iborat qiladi. Uyg'otish vaqti ham keldi. Kelinglar chiroyli mamutni tayyorlab qo'yamiz. Uyg'onishi chiroyliroq bo'lishi uchun albatta. Xo'sh, sizlar tayyormisizlar? Men tayyorman. Birinchi kataklizm modining bossi uyg'otildi va urushga tayyormisan? U o'zini ashulasi ham bor ekan. Juda ham baland. Ashulasini ozgincha pasaytirib qo'ydim. Yaxshiroq bo'ladigan bittaman hozir. Xo'sh, to'g'risini aytsam, mana bu kapiyo zo'r ekan, chunki oddiygina mana bu shamolini otyapman o'ziga va tinchgina mana o'zimga yaqinlashtirmasdan urushib yursam bo'ldi menimcha. To'xtaylar, o'ziga chaqirib oladigan kuchi ham bor ekan, qobiliyati. Qotirib qo'ydi, mana hozir bir amalab qochib olishim kerak. U birinchi marta menimcha bu kuchini ishlatdi. U ham oldingi koboldazavrga o'xshagan katta buqaga o'xshab yugurib kelar ekan. To'g'risini aytsam, aytmoqchi bo'lganim, to'g'risi menga chiroy yetishmayapti. Hech narsasiz oddiygina to'siq arena bo'lganda zo'r bo'lardi, chunki uncha ham yoqmayapti. Baribir bunaqa chiqib turgan kolonalar bor. Ularsiz bo'lganda ancha osonroq ham bo'lardi deb o'ylayman. Mayli, baribir ham urushimiz oson bo'ldi. Mana bu kapiyoyimiz bilan tinchgina shamol bilan o'ltirib yuribman. Unaqa chaqirishlardan ehtiyot bo'lib qochishimiz kerak. Umuman oldiga borishi niyati yo'q meni. O'la qol. Ko'rishingiz mumkin tepada uni jonlanish qalasi bor va adashmasam o'rtadan kamroq. Chunki teng o'rtami mayli. Erinmasdan, sekingina risk qilmasdan o'ldirishga harakat qilaman. Mana yaxshi 200 HP dan kamroq joni qoldi. Mana shu meni qotirib qo'yishi juda ham yomon ekanda, kimdir bilmasa qanday qotirishini, xuddi Shulker sanga bilmadim, og'zidan chiqaradigan narsa bilan uflab qotirib qo'yadigan xuddi o'shanaqa qobiliyat ham bor ekan buni. Xo'sh, joni kam qoldi, tezgina uni o'ldirib qo'yish kerak. Mana bu suvda tiqilib qo'ygani juda omadim keldi meni ham. Umuman qimillolmayapti va bo'ldi. Do'stlar, birinchi kataklizm modini bossini yutib oldik va to'g'risi 100 HP dan keyin undan qiyin bo'lmadi, chunki u suvda tiqilib qoldi va uni tezgina oxirigacha tabiiy chiqib qo'ydim. Bo'ldi. Xo'sh, undan esa ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa stitka blok chiqdi va naqd 15 ta stitkamiz bor. Anchagina branya qilishimizga endi yetadi. Qanchadir bilmadim, yetishmay qolsa albatta. Xo'sh, bu yerdan esa oddiygina menimcha uslubda chiqib ketsa bo'ladi. Blokimiz yo'q yetarlicha. O'shaning uchun bunaqa lift qilib chiqib ketishga harakat qilaman. Ancha vaqtim ketishiga ishonchim komil. Qumli bossni arenasidan chiqqanimdan so'ng lavani qidirishni boshladim. Bir daraxtning ustiga chiqib uni tezda qo'yganimdan so'ng portal yasab, adliy biomni oldiga yo'l oldim. Xo'sh, bu oltinlar ajoyib. Bularga bo'ladi hali keyinchalik oltin olmalar uchun
Men birinchi o'rinda arenalardan yo'limda chiqib olishdan tashqari, o'zim birinchi o'rinda bastion va krepostga bormoqchiman. Ular qaysi biri birinchi yo'ldan chiqib qolsa, o'shalarga boraman do'stlar. Hozir esa ketdim qidirishga. O'zi ad biomiga tushishdan asl maqsadim bosslar va arenalarni qidirishdan tashqari, bu ko'proq nazarit blokidan topish, olmoslar va albatta olov o'tkazmaydigan zelyasi. Va uning uchun aytganimday bastion va krepostlarni qidirishim kerak. Qanaqasiga? Qani meni bitta otchi. Da. Men g'olib chiqdim va mana do'stlar bastionni ham topib oldim. To'g'risini aytsam, umuman uzoqda emas ekan. Oddiygina portal to'g'risi yurdim va topib oldim shuni. Menimcha 100 blok ham yurmadim. Va endi tezgina piglin cho'chqachalarni o'ldirib, bor lootini olishga harakat qila olaman. Xo'sh do'stlar, hamma narsamiz tayyor. Zelian tayyorladim, almaz va nazaritdan ozgincha bo'lsa ham topdim. Baribir ular birinchi o'rinda emasdi. Endi esa ozgincha bloklarni yig'ib olib, chiqib ketsa ham bo'ladi. Ad biomiga ana shu bosslarning arenalarini topishga. Hoppa, topildi bizani ana arenamiz. Yaxshi ham o'q ko'tarilaman, chunki adashmasam kataklizm modlar arenalarini hammasiga o'q topsa bo'ladi. O'q Andrewga o'xshab ana o'tiribdi, qaranglar. Lekin ad biomida arenalarni topish juda ham oson. O'quvni qilishga erindim va baribir ham tezgina topib oldim. Ajoyib. Va tezgina almazdan kirka qolaman, chunki bu yerda juda ham ko'p zo'r narsalar bekitilgan. Ishonchim komil, sizlar ham hayron qolasizlar. Va to'g'risini aytsam, tezgina almazni yo'q, железный topor ham qolgan yaxshi bo'lardi, chunki mana bu shuncha vaqtdan beri qanaqadir oddiy toshli toporda yuraman. Bu yaxshi emas. Ajoyib. Qadam ketdik. Xo'sh, mana shu zindan chiqishimiz kerak va to'qilib yotibdi bo'lsa, mana bu yerda shunaqa nazaritda oblomkalari bekitilgan. Bularni hammasini topib chiqishimiz kerak va topsa yaxshigina mana bu nakovanyalarni ham olamiz, hali keyinchalik kerak bo'ladi. Agar mana shu hamma bekitilgan nazarit oblomkalarini topsa, yaxshigina son chiqadi deb o'ylayman. To'g'risini aytsam, mana bu pechlarni ham olgan bo'lardim, chunki agar bilsanglar, bu oddiy pechdan 2 barobar tezroq narsalarni tayyorlaydi. Umuman menga kerak emas, oddiysi mana shuni olib ketganim yaxshi. Mana yana bitta, buni ham albatta olamiz. Qani kela qol. Va adashmasam mana bu lavali sharsharani tagida ham bekitilgan har xil narsalar. Tez bo'tkam kirib chiqishimiz kerak. Xo'sh. Qani ekan? Mana yana bitta oblomak. Olamiz tezgina. Mana bu yerda kichkintoy o'tiribdi. Uni ryukzak qilib ishlatsak bo'ladi. Biz bilan yuradi, lekin menga uncha ham kerak emas. O'shaning uchun tinchgina oblomaklarimni yig'ib olib ketaman bu yerdan. Va to'g'risini aytsam, bloklarni ham yig'ib olgan bo'lardim. Ular ishonchim komil xalaqit berishmaydi, chunki bu boss juda ham lava bilan otishni yaxshi ko'radi. Kichkina spoiler va bloklardan ko'proq olgan bo'lsa, ancha yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, oxirgi lava bor joyi yopib chiqaman va mana bu yerni yopib qo'yaman. Va bo'ldi do'stlar, hamma lava to'kiladigan joylarni ham yopib chiqdim. Zelyani ichdim va endi bossni uyg'otsak ham bo'ladi. Ikkinchi bizani oldimizda uchrayotgan boss lavali biomning bossi. Hoy, tura qoldi, men bilan urch. Buni ham aytganimdek, ashlasi juda ham baland, nazaritoviy ulkan chudovishcha deyilar ekan. Tezgina yutolamiz degan umiddaman. Lavani o'sha yana bittasini otishga ulguribdi. To'g'risini aytsam, buni qancha HP'si borligini ko'rishga juda ham qiziqaman, chunki skeletli dinozavr 600 ta. Naqd 600 ta HP. Namuncha ko'p. Bilmadim qancha vaqt ketadi buni hamma HP'larini olib ketishga. Naqd 600 ta. To'g'risi aytaman, agar menimcha zeliya olovga qarshi zeliya qilmaganimda oson bo'lmasdi menga. Umuman eng zo'r branyada, eng zo'r har xil kitoblarni, sehrlardan ishlatilgan nezir bronyada ham menimcha oson bo'lmasdi menga. Xo'sh, to'g'risi aytaman,
ko'rsatadigan qobiliyatlarda mana shunaqa qo'lidan ota oladi, oldidan ham magma otar ekan va u lavaga aylanadi va shunaqa yerdan bloklarni ko'tarib meni tepaga otib yuboradi. Tushunarli. Patrlarni aytganda yaqinlashganimda faqat qo'llarini ishlatadi. Mana bunaqa buqa qobiliyati ham bor ekan. Uzr, buni aytmay qolman. Aytganim shu, yaqinlashganimda qo'llarini ishlatadi. Uzoqdaligimda mana bunaqa lava kuchlarini ishlatadi. Mayli. Bilmadim qaysi biri og'riqliroq, qaysi biri og'riqsizroq. Ha, yarim HP'sini ketqizdim. Mana intilish, mana harakat, mana iqtidor do'stlar. Mayli, to'g'risi aytaman, unaqa qiyin bo'lsa emas ekan. To'g'risini yana bir marta nimadir aytmoqchiman. Undan oldingi qumli boss qiyinroq ko'rinyotdi. Yoki unaqa emasmi? Yo'q, buni qiyinroq deb aytaman, chunki buni HP'si ko'proq. Yoki uni mayli, agar zelasiz aytadigan bo'lsam, bu boss qiyinroq. Lekin zelasiz aytadigan bo'lsam, agar zeliya bilan aytadigan bo'lsam, bu ancha osonroq. Jangni tugatishim kerak. Ikkinchi zeliyani ichib bo'ldim va ovqatlarim ham kam qoldi. Lekin ko'rishingiz mumkin, joni ham kam qoldi. Boshida qo'rqinchli ko'ringani hech narsa bo'lmadi. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir degandek, men uni tezgina o'ldirib tashladim. Xo'p, sekingina o'ynab aytmoqchi bo'lganim, ehtiyotkorlik bilan yengdim. Bu bossni ham, ikkinchi bossni ham yutadi hisoblasak bo'ladi va ichidan mana bunaqa juda ham katta, bilmadim, uradigan goron tushibdi. Ko'rinishidan juda ham bahaybat bitta gigantga ko'riladi va to'xtaydi. Do'stlar, bu kirka ekan, kirka deyishsa bo'lar ekan buni. Noodatiy va kulguli. Bittada ayta olaman. Mayli, buni mana shu modga tegishli narsalar oldiga qo'shib qo'yaman. Turaverishadi. Undan so'ng esa men tezgina tepamerga chiqib, endermenlarni qidirishni boshladim, chunki menga hozir ender pearl kerak. Chunki biz endi end dunyosiga yo'l olamiz. Drakonni ham o'ldirib bo'ldik. Endi esa End shahariga yo'l olamiz. Ketdik. Nima bu? O'zi ham eng yomon spawnni yomoni beribdi o'zi ham. Mayli, bloklarni yig'ishni boshlaymiz. Qanaqadir yetib olishga chanam. Yig'gan bloklarim qolmadi va bitta tavakkal qilib ko'rmoqchiman. Mana shu yerdan ender pearl otib. Mayli, tushib ketsam juda ham kulguli bo'ladi, lekin unaqa bo'lmaydigan umiddaman. Xo'sh. Ajoyib. Tirikman. Hozir men yana bitta narsani tushundim. Yana bitta orolchaga borishimiz uchun kattaroq yana blok yig'ishim kerak ekan. O'zi ham juda yomon spawnda paydo bo'ldim. Oxirgi marta Minecraft o'ynayotganimda esimda yo'q. Qachon bunaqangi yomon spawnda paydo bo'lganim. Juda yomon. Buni unutamiz degan umiddaman. Mayli, bu joyni cho'zmasdan tezgina o'lgan joyimga qaytishga harakat qilaman. Ketdik. Vardenning boshpanasi mana shu yerga kirib, tezgina sunduqlarni yig'ib ketsa ham bo'ladi. Ajoyib. Ajoyib, topildim.
To'g'risini aytsam, ana shu juda ham yomon spawn paydo bo'ldim, lekin sal-pal bo'lsa ham qurilib qo'yganimdan keyin, to'g'rimdagi ostrovga tushganimdan keyin to'g'rimda shu turibdi. Mayli. Xo'sh, iloji boricha tepaga va mana bu yerdan endi tushsa kerak. Ham tushdi. Xo'sh, bu yerda to'xtaydigan bo'lsak, adashmasam bu yerda juda ham ko'p yaxshi sandiqlar bor demoqchi edim. Mayli. Mana bu porox bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun nima turibdi? Mana u toshida bo'lsa kerak. O'shaning uchun mana effektivность uchli ekan, balkim olib qo'yarman. Kerak bo'lib qolar. O'shaning uchun yaxshi sandiqlar borligiga ishonaman va ko'ramiz. Balkim rostdan ham yaxshi narsalarni olarman. Shulker boxlar ham bor ekan bu yerda. Tushunarli, ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu yerdan ovoz chiqyapti va mana shulkerimiz mana bu yerda joylashgan va sandiqlar ham bor ekan. Tezgina o'ldirib olishimiz kerak uni. Ikkinchisi ana u yerda bekimoyanini qaranglar. Yo'q, bu tegmasin. Ha, mayli. Kelinglar, sandiqqa ochaylik. Zo'r, juda ham zo'r. Bronya va ularga har xil kitoblar qo'yilgan ekan. Yomon emas. Ikkinchisida esa almas bilan temir. Mayli, olib qo'yamiz. Nima bu? Juda ham katta Ender Golemmi bu? Ender Golem ekan rostdan ham. Mayli, 150 ta jonivor atiga. To'g'risini aytsam, mana Bronyam уже bunaqa kichkinagina Ender Golem uchun yerdan nima turli chiqargan ko'rishli mumkin o'tkirgina. Bunaqa Ender Golem uchun osongina va tezgina o'ldirib tashlasam kerak buni. Ha, juda ham oson. Xo'sh, baxa. To'g'risini aytsam, juda ham oson. Mini bossni yutib oldik. Xo'sh, mana adashmasam, mana shu yerdan tezgina pastga tushib olsa bo'ladi bossni oldiga. Yo'q, bu yerda qanaqadir obsidianli g'ish. Bu yerda yo'q. O'zi qanaqadir labirintdan yurib topish kerak, lekin men topib oldim. To'xtab turinglar. Regeneratsiyasini ichib olishim kerak sizlarni. Hech qanaqa tushunmadim, hech qanaqa salomlashish yoki o'zi kutib turishi va ichiga nimadirni qo'yib qo'yish, bilmadim, altarigami, unaqa narsalar yo'q. Kelishim bilan hech narsani kutmasdan urushar ekanmiz. Mayli, boss kela qoldimga. Unaqa umuman qiyin bo'lmas ko'rinishidan, lekin hozir yarim HP'sini olib qo'ydim. Hamma unaqa kuchliroq bo'lgan zarbalarni, masalan, mana shu shulkerga o'xshagan otishlarni yoki yerdan chiqadigan tikonlarni hammasidan qochib qo'yapman, qochishga ulguryapman. O'shaning uchun bilmayman. Nimasi buni qiyinchilik bo'ladi hozir menga. Ko'rinishidan biz hozir 2-darajaga o'tdik, bossning 2-darajasiga. Chunki hozir bitta zarbasi bilan ikkinchi etajni shunaqa aytadigan bo'lsak sindirib tashadi va haligacha qanaqadir o'zgarishlarni ko'rmayapman uni patronida. Yuzidan adashmasam qanaqadir maskasi tushib ketibdi, yuzi ko'rinib turibdi endi. Aytadigan bo'lsam, tikonlari har xil tarafga, ko'proq tarafga chiqadigan bo'lib qopti, lekin zarbalarini beradigan zarar yetkazishi yuraklarimga bir xil. Balkim tezlashgandir yoki aytganimdek mana shu ko'proq darajaga qobiliyatlari yoki hujumlari mana shunaqa o'xshab ketsa kerak. Xo'sh, o'la qol. Endi mana zarbalarim o'tmayapti. Men bu kam yuruvchilarim qoldi. Sal qochishimiz kerak va oldimga teleport qilyapti va kela qol, o'la qol. Ha, o'ldirdim. Ajoyib. Lekin hech qanaqa достижение olmadim. Mayli, sal g'alati. Lekin eng muhimi bu bossni ham o'ldirdim va ichidan qanaqadir qo'lqopmidi, himoya qo'lqopi, bilmadim bu nima va qanaqa ishlaydi. Lekin ko'rinishidan katta hajmli, meni tanamda mana juda ham katta go'damga. Mayli. Bu yerda esa uni menimcha qayta tirilsa bo'ladi, lekin yo'q. Menga bitta uni o'ldirishim yetadi. Va o'sha arena tepasidagina joylashgan ekan End shahari va uning tepasida kema ham. O'shaning uchun tezgina u yerga borib oldim va o'zimni elitramni olib ketdim. Xo'sh, osmaslarga bitta zo'r trik ko'rsataman. Agar o'lib qolmasam kerak, to'g'rimi? O'lib qolmasam kerak.
Oh, u naqadar mazza va oson, oddiygina shunchaki uchib berish shunaqa. Zo'r. Tezroq buni olish kerak edi baribir ham. Hozir esa men Viza Skeletni o'ldirayotganimni, chunki menga ularni boshi kerak. Boshqa kelayotgan yangi arenaga borishni o'ylab turibman. U arena yer tagida joylashgan va mexli strukturaga bog'langan va shu stilistikada ishlangan va u yerda qanaqa sarguzashtlar kutib olishini keyin ko'ramiz. Hozir esa Viza Skeletlardan olingan boshlaridan Vizerni o'zini qilamiz va undan yurakni olishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Yulduzcham olindi. Ko'rdim tushib ketganini, ajoyib. Undan so'ng mana bu craft orqali okon yasab, boriladigan arenamizning joyini topib oldim. Xo'sh, adashmasam mana bu yerda edi va mana shu yerdan pastga tushishimiz kerak. Tushib ketganimda bu arenamiz yer tagida joylashgan. Qani yo'l olamiz. Xo'sh, mana bizga kerak bo'ladigan joyi tashqarisi, lekin mana bu g'ishli bilmadim slaneslar sinmaydi, o'shaning uchun kirishni o'zimiz topishimiz kerak. Oddiygina sindirib kirib olmaymiz bu yerdan. Mayli, ketdik, qidirib ko'raman. O'zi bitta krug aylanib chiqdim, hayron qoldim. Qani ekan kirishdi. Mana bu yerda bekinib olgan ekan. Mayli, mendan qochib keta olmaysan, baribir topib olaman. Bo'ldi. Mana kirish va mana shu mex arenasiga ham yetib oldik va ko'rishimiz mumkin, kimdir aylanib yuribdi. Bu esa pripaslar joyi, bu esa kichkinagina kuzatuvchi ekan, qizilgina lazer bilan o'tadi. Tegmayapti. Bitta ham o'qlarim tegmayapti kichkinaligidan. Qayerdan kimdir o'tyapti, ko'rmayapti. Bekim olgan ekan bu ham. Buni ham albatta tezgina o'ldirib olaman. Bu yer ham Minecraftni endi boshlaganimda balkim kerak bo'lardi, lekin hozir shunaqangi darajaga chiqib qoldim, uncha kerak ham emas. Bu yerda yana mamnaqa mini boss bor ekan. Ko'rishimiz mumkin. Qanaqangi sezib qo'yarimni chapga yurganimni. Juda ham xavfli va juda ham katta lazeri bor ekan. Avtomatik arrasi bilan buni eslab qolish kerak, chunki agar sezgan bo'lsanglar, ko'p bosslarda birinchi mini bossdan keyin hamma qobiliyat va hujum zarbalari ko'pincha asosiy bossda aks ettirilgan. Shuni unutmasligimiz kerak. To'xtaydi. Adashmasam mana bu yerda bitta berkitilgan va sirli xona bor va sandiqlarda hech narsa yo'q, lekin bu muhim emas. Mana bularga qaranglar, mana bu chiqilgan rudalarga qaranglar. Mana bizga kerak bo'lgan eski oblomiklardan naq 4 ta dona bor va olmoslar bilan ajoyib hammasini olib ketamiz va solib qo'yamiz. Cho'mchalarimizni to'ldirib. Xo'sh. Mana shu vaqt ham keldi. Keyingi boss bilan uchrashib, uni ustidan g'alaba qozonish va bu safar bu mana shunaqa mexa vizer va solamiz yurakni va har doimgidek bizani yaxshi ko'rgan super mega qo'rqqanimdan o'tib soundtrack bilan biz mana shu boss bilan urushib, uni yutishga harakat qilamiz. Birinchi vaqt ozgina qiynalishim mumkin, chunki birinchi marta u bilan urushyapman va qanaqadir patronlarga, zarbalari va hokazolarga ko'nikishim shart. Hozir esa har doimgidek asta-sekinlik bilan, ehtiyotlik bilan bu bossni yutishga harakat qilamiz. Eng muhimi jonlarimizga e'tibor berishimiz kerak, chunki aytganimdek men bu modda umuman bosslardan o'lgim kelmayapti. Lekin albatta bu olamda o'lib bo'ldim, lekin hali bossda emas. O'shaning uchun men g'olibman. Bossni o'zi haqida aytsam, aytganimdek xuddi shu, mana shu yerda bor moblarni hamma qobiliyati qo'shilgan, bitta kichkinaroq moblardan shunaqa lazer otadi. Vizorga o'xshab ham boshlar ham otar ekan va mini bossdagi juda katta lazeri bor va undan albatta qochib qolish kerak. Joni ham ozgincha qoldi, tezgina uni yutib qo'yishim kerak, chunki vaqt o'tgan sari mana bu arenamiz yerga tushib ketyapti, u esa uchadi va menga albatta urish osonroq bo'lmaydi. Albatta lazerlarni qo'shganda ochuv joyda aytganimdek juda ham og'riqli tegadi menga. Lekin ko'rishim mumkin, umuman meni oldiga keltirmayapti. Balki hozir olovni ichiga kirib ketdim, farqi yo'q, chunki joni kam qoldi. Urushni davom ettirishim kerak va yutib oldim. To'g'risini aytsa, oldinga nimadir yana portladi. Mayli.
Ana bu yerda yana kichkina mob bor ekan. To'g'risini aytsa, oldingi 3 ta bosslar orasida aytadigan bo'lsa, bu hozircha eng qiyin boss. Juda katta farq bilan. Ichidan tushgan lootdagi slitkalarga qarasak, adashmasam ulardan bitta zo'r qirol quvursak bo'ladi. Mana o'sha lazerli pulemyot do'stlar. Mana bu bomba otadigan uncha zo'r emas, lekin mana bu lazerli pulemyot eng zo'ri. Uning uchun esa redstone kerak. Ana redstone ham shu yerda joylashgan. Yaxshi esimda ekan. Ularni esa hozir tezgina yig'ib olish kerak. O'sha yetarlicha redstone olib bo'ldim shekilli. Endi esa bu buzilib ketgan va yer bilan bitta bo'lib ketgan arenani ham tark etsa bo'ladi. Xo'sh, craftni ham tugatdim va mana o'sha lazerli pulemyot do'stlar, ko'rinishiga qaranglar. Chiqishiga qarang, sal qiyshiqroq ekan, mayli bunga e'tibor bermaymiz, lekin ko'rinishiga qaranglar, rostdan ham juda ham katta, detallangan va ajoyib. Uronini ham ko'rib ko'rishimiz kerak, albatta, kimnidir tashqariga chiqib. Do'stlar, bu video juda uzun bo'lib ketgani uchun bu videoni 2 qismga bo'lishga qaror qildim. Lekin umidim komilki, bundan-da qiziq arenalar va bosslar hali ko'rishimiz kerak. Agar bu video sizlarga yoqsa, albatta like va podpiska qo'yishni unutmang va men tugataman.